Hürmetli vatandaş, yukarı leksiyana devamı. Bugün çislak 2022 yıl 6. ayının 13. günü. Demek Beijing Moskova'nı hergiz şartsız kollamayı. Çokum bir şart var. Andın kollaydı. Rusya münasebeti zor özgürlüş bolgandan keyin dep yazdı. Janubi Germaniya gizdi. Meyli Avrupa'nın meyli Cumhuriyeti Rusya münasebetleri zor özgürlüş bolgandan keyin dep yazdı. Janubi Germaniya gizdi. Avrupa savdo siyasetini ciddi tertip saldı. Enerjiye siyasi bexatarlik siyaseti astasida hareketlenishga başladı. Avrupa Rossiyaga opet karakterlik bağlanıp qilishdan saqlanishga urindi. O'xshashli o'zini o'zi aldashga o'xshab ketadigan o'yin Jungo Avrupa munosabatida o'ynaldi. Yaqinqi Şinjan saqchi hujjatlari oshkorlanishdan burun, yaqingacha oshkorlanishdan burun Uyg'urlarning zo'r ko'lamda nazarband qilinganligini bu keng dunyo bilib bo'lgan edi. Kişilik hukukni kuzatish xalqaro kishilik huquq tashkiloti, umumiy kechirim xalqaro kishilik huquq tashkiloti sun'iy hamroh suratlaridan qayta foydalanib, nazarbanddan qutulib chiqqanlarning so'zlari, so'zlam xotirlari va ularning xo'rlanish xotirasidan foydalanib, xalqaroga o'ngitib keldi Uyg'urlar masalasi. Hatta Prezident Trump davrida Amerika hükümeti, Jungo hükümetinin Uyg'urlarni vahşilik bilan bostirishlerini madaniyat yo'qotish va irq yo'qotish, irqiy qirg'inchilik deb atadi. Tüm münasebetler Avrupa, Jungo, Amerika münasebetlerinin içinde hozir dunyoviy harakat, dunyoviy ishlar qatorida so'zlayotdi Germaniya to'lqildi. Hozir G'arb dunyosining xuddi Rossiya bilan bo'lgan munosabatiga o'xshash. G'arb dunyosi Jungoga duch kelganda kollektiv kuchga boshladi. Biz xotirjamlik ichida shunday savol qo'yamizki, Jungoga tayinib qilishdan qanday qilganda qutulib chiqqili bo'ladi? Yevropa oldiga qo'ygan savol. Bugungi kunda kechikib qolgan bo'lsakmi, shuni tunib yetdikki, mustabid davlatlar bilan qarg'alacha hamkorlashish, yana qandaqcha munosib bo'lgan shart-sharoit ostida bo'lsin, biz demokratik prinsiplarga xiloflik qilib qolmay, balki aqlning manfaatlariga xiloflik qildik. Demek bu Avrupa'nın yazarı ya gezi jurnalları itiraf kılıvatı ki biz şu konu için neymiş ki bir müstabit devletle hemkarlaştık deydi. Hem de pişayman kılımız, küçük balsak mı pişayman kılımız, biz bu halde demokratik prensiplerimizi yok attık, şundakla akılının menfaatini kurban kılıvettik. Hem de sizlerge yani bir düşençi ya biliş karakterlik bir abza söz, hazır sözlerimiz muhakemede vatandaş. 1999 yılı 12. ayının 9. günü Jungo'nun reis Jiang Zemin Rusya'nın prezidenti Yeltsin bilen Jungo bilen Rusya'nın şarkı ve garbi iki bölgede devlet çevrasına ayrış bayani kelişimi imzaladı. Jiang Zemin Manchun hükümeti bilen Rusya oturusu imzalangan tansiz şartnama Ayxoy şartnamasını itiraf kılıp kalmasın, yani yer kölümü 10 Tayvan'a beraber keladigan Rusya tarafından egallab elingan ayni chaqda Jungo'nun sharqi shimolidagi 1 million kvadrat kilometrlik territoriyani Rossiyaga hadiya qildi. Tayvan'da ko'cha zo'ravonlik ko'ch bu davlatlarga shunday so'ziladi Rossiyaga hadiya qildi. Jungo Kompartiyasi Tayvanni birlik keltirmoqchi bo'lishning
Tötçön sebebi mavzuluk makale. 6. ayının 13. günü Cıgığa nazar yutup. Aziz sözlerimiz sizlerle birlikte muhakim kılımız vatandaş.